Assalomu alaykum, kanalimizdan shaddiy tomoshabinlar va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Aynan bu loyihamiz 4 xonali bo'lib, yosh oilalarga mo'ljallangan ixcham va kam xarajatli loyihalardan biri. Endi uyimizni tashqi razmerlarga keladigan bo'lsak, mana bu ko'cha tarafimiz 7 metr va uyimizni mana bu yon tarafi esa 20 metrni tashkil etadi. Mana shunda agar sizni ham yeringiz bunaqangi holatda bo'lsa, birga bir shu loyihamizni qurmoqchi bo'lsangiz, aynan bu 4 sotuq yer maydoni kerak bo'ladi. Eslatib o'tamizki, 7 metr deganda 7 metrimiz mana bu devorimizni chekkasidan ravot qismimizni mana bu chekkasigacha. Bu tarafdagi uylari o'zlari hozirda real hayotda mavjud. Shuni hisobiga biz faqat mana shu tarafiga, ya'niki ko'rib turganingizdek, mana bu uyimizni bo'sh turgan joyiga juda bir chiroyli holatdagi 4 xonali uyimizni loyihalarini tayyorlab berdi. Endi uyimizni fundament razmerlariga keladigan bo'lsak, loyihadagi uyimizni fundamentini umumiy yaxlit ko'rinishlari mana shunday holatda fundament qo'yiladi. Biz mana bu tarafini boshqacha rangda qoldirdikki, bu o'zlarini mavjud uylarini fundament hisoblanadi. Fundament razmerlariga keladigan bo'lsak, balandligi 75 cm, eniga 40 cm. Mana shunda shu ko'rib turgan fundamentingiz uchun umumiy hisobda 15 kuba beton qo'yish kerak bo'ladi. Beton uchun esa standart holatda 4 tonna 300 kg sement sarflanadi. Albatta buni mustahkamligi uchun ichiga 12 li armaturadan 4 qator qilib yotqizganingizda umumiy hisobda 380 metr 12 li armatura sarflanadi. Endi uyimizni devor razmerlariga o'tamiz. Loyihadagi uyimizni devorlarini umumiy ko'rinishi ko'rib turganingizdek mana shunday holatda. Devorimizni balandliklariga to'xtaladigan bo'lsak, har bir xonalarimizni balandligi bir xil holatda 280 devor uriladi va ustiga 20 cm sesma poyiz va undan keyin to'sin va to'sindan keyin mana bu joyida 60 cm bizi vodiyda zardevor deyiladi, parapet hisobida ketadi. Devorimizni umumiy ko'rinishi mana shunday holatda. Tashqari taraflariga 1,5 g'ish va ichkari ayrim yuk ko'tarmaydigan taraflariga esa yarim holatiga qarab 1 g'ish hisob olingan. Mana shunda devorimizga ketadigan g'ishtimizni hisobi umumiy 19,000 dona g'isht sarflanadi va uyimizni orqa taraflarida yana bo'sh joylari borligini hisobiga uyimizni mana bu yonbosh tarafidan orqa hovli tarafga o'tadigan joy qoldirib ketganmiz. Tabiiyki kimdadir savol bo'lishi mumkin, agar podvali yo'q bo'lsa, bu uylarni isitish qanday bo'ladi? Biz klient bilan kelishgan holatda mana bu chekka tarafda bo'sh joylari o'zlari keyinchalik katyol xonalarini rejalashtirib olishlarini aytdi. Shuni hisobiga bu loyihamizni bez podval, bez katyol holatda topshirganmiz va sizlarga ham mana shunday holatda taqdim etmoqdamiz. Endi uyimizni xonalar joylashuvi bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini mana shu kamera orqali xuddiki inson uchastkasi, ya'ni uyi bitgandan keyin qanaqa holatda tasavvur qilsa, shu holatda ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Dastavval ko'cha tarafdan boshlaydigan bo'lsak, ravot qismidan kiradigan bo'lsak, ravotimiz ham bunaqangi chiroyli holatda. Kirganimizda chap qo'l tarafda kichkinagina ayvoncha qoldirganmiz. Mana bu yerda oilaviy o'tirsa bo'ladigan tapchan so'rilarni qo'yib, chaqirgan odam sirazi ko'rinadi. Bu tarafga yuradigan bo'lsak va o'zlarini eski uylarini ham bunaqangi holatda moslavordikki ustullar qo'yib uyg'unlashtirib yubordik. Uyimiz umumiy 4 xonadan iborat bo'lib, ikkita detskiy xona, bitta oshxona, bitta kattalar yotoqxonasi. Albatta mana bu taraflarda yana xonalar mavjud. Dastavval mana bu o'rtadagi eshikdan kiradigan bo'lsak, mana bu ravot qismidan kirganimizda chap qo'lda tapchan to'g'ri qo'yadigan joyimiz va to'g'ri kelib mana bu o'rtadagi eshikdan kiriladigan bo'lsa, bu bizda kichkinagina koridorimizga olib kiradi. Kirganimizda kichkinagina koridor va koridordan bunaqangi zinalar orqali uyimizni pol qismiga ko'tariladi. Ko'tarilganimizda ikkala yonida xonalar mavjud. Bu esa bolalar yotoqxonasi hisoblanadi. Ikkalasi ham, bittasi o'g'il bolalar xonasi, bittasi qizlar xonasi. Kiriblar chap qo'l tarafdan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, mana bu qizlar xonasi hisoblanadi. Endi uy egasi xohishiga qarab alishtirishi mumkin. Bu xonamizning ikkita derazalari mavjud. Bittasi ichkari hovli taraf qaratib o'tilgan, bittasi esa darvozadagi kichkinagina ayvonchamizga qaratib o'tilgan. Mana shunday holatda bu bolalar yotoqxonasi hisoblanadi
va bundan chiqqanimizda buni to'g'risidagi yana bir bu o'g'il bolalar yotoqxonasi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek juda bir chiroyli holat. Endi bu xonadan qaytib chiqib, koridorimizdan ham tashqari hovli qismiga o'tamiz va mana bu ayvoncha orqali yana ikkita xonaga kirish mumkin. Zinadan ko'tarilib ayvonimizga chiqqanimizda to'g'rida ikkita eshigimiz bor. Mana bu eshigimizdan kirganimizda bu bizda kattalar yotoqxonasi hisoblanadi. Bu xonamizga o'ziga tegishli bunaqangi shaxsiy yuvinish xonalari mavjud. Misol uchun deylik, bu tarafga o'g'illarini uylasalar bo'laveradi bemalol. Mana bu tarafda esa yotoqxonasini joylashtirib ketsa bo'laveradi. Albatta bu yotoqxonamizga orqa tarafga bemalol derazalarini qoldirsalar bo'laveradi. Bu bizda yotoqxonamiz bo'ldi. Mana bu yerga shkaflarni joylasalar juda bir devor bilan tekis holatda chiroyli chiqadi dizayni ham. Endi bu xonamizdan chiqib tashqari ayvonchamizga qaytganimizda chiqayotganda to'g'ridagi mana bu eshik bizda oshxona hisoblanadi. Albatta bu klient xohish istagidan kelib chiqib tayyorlangan xonalar. Qishki kunlarda bemalol shkafni mana bu tarafga terib yoki bu tarafiga terib oilaviy ovqatlanib o'tirsa ham bo'laveradi. Ya'ni studiyniy xona qilib tayyorlasa ham bo'laveradi. Ayvonimizdan ichkari hovli ko'rinishlari ko'rib turganingizdek juda bir chiroyli holatda. Men juda ko'p loyihalarimda bunaqangi kichkinagina ayvoncha qoldirib ketyapman. Nimagaki? Bu narsa uyda dizaynida juda bir chiroyli chiqaradi. Uyda dizayniga o'z hissasini qo'shadi va ko'rib turganingizdek qor yoki yomg'ir yoqqanda ham zinadagi poyabzallarimiz quruq holatda turadi va kaltagina bunaqangi ayvonchalarimiz ham ustki holatda juda chiroyli chiqadi. Albatta bu narsani biz maqtamaylik, bahoni siz berasiz. Albatta bu loyihadagi uyimiz agar sizga ma'qul keladigan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yasiz. Agar ma'qul kelmasa, mayli bezlak bosib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Muhimi bee'tibor qoldirishingizni xohlamaymiz. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Va yana shuni eslatib o'tamanki, bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shu loyihalarimizni 3D ko'rinishlari, ya'ni kadrlari va ko'plab YouTube kanalga joylashtirilmagan loyihalarimiz bizni Telegram kanalimizga joylashtirib boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lasiz va umid qilamizki, bu bizni mehnatimizni bee'tibor qoldirmaysiz degan umiddamiz. Rahmat hammaga.